Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda, xudo xolasa, ajoyib bo'lgan ham salat, ham taom o'rniga ketadigan baqlajondan ajoyib yegulik tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz: baqlajonimiz kerak bo'ladi, 1 kilo betda 5 ta dona katta-kattasi. Pomidorimiz kerak bo'ladi, 5-6 dona tabga ko'ra. Bodrinimiz kerak bo'ladi. Buni sous qilib tayyorlab baqlajonimizni orasiga qo'yib ishlatishimiz uchun. Chesnogimiz kerak bo'ladi, zubchik. Kam-ko'p chesnogni yaxshi ko'rishingizga qarab ishlataverasiz. Chesnogni ko'proq xohlasangiz ko'proq solasiz. Chesnog yaxshi ko'rganingiz uchun ko'proq solaman. Yetmasa yana qo'shishimiz mumkin. Tuxumimiz kerak bo'ladi, 6 dona, yetmasa yana qo'shamiz. 5-6 dona tuxum yetadi menimcha, 5 ta baqlajonga. Tabga ko'ra sir ishlatamiz. Sirni hammasiga emas, yoqtirmaydiganlar uchun yarmini sirli, yarmini sirsiz qilamiz. 5 dona kartoshka ishlatamiz 5 ta baqlajon uchun. Buni garnir sifatida ishlatamiz. Alohida chiroyli qilib to'g'rab, yog'da qizartirib qovurib olamiz. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb yog'imizni qo'yib qo'ydik skavorotkaga. Kartoshkalarimizni to'g'rashdan boshlab olamiz. Kartoshkamizni mana shu tarzda to'g'rab olamiz. Katta-katta qilib. Hamma kartoshkamizni. Kartoshka qo'yishingiz shart emas, xohlovchilar uchun. Shu garnir sifatida qizartirib qovursa, baqlajon bilan juda ham yaxshi chiqishadi. Hamma kartoshkamizni shu tarzda to'g'rab olamiz. Kartoshkalarimizni to'g'rab oldik. Endi bismillahirrohmanirrohim deb yog'imizni qizdirishga qo'yib qo'ydik. Buni qovuramiz. Bu qovurilgunga qadar qizarib, qolgan mahsulotlarimizni to'g'rashda davom etamiz. Baqlajonlarimizni ham endi to'g'rashda davom etamiz. Parragroq qilib to'g'rab olamiz. Mana shu ko'rib turganingiz kabi hammasini shu tarzda to'g'rab olamiz. Baqlajonlarimizni hammasini xuddi shu tarzda to'g'rab tayyorlab oldik parraklab. Bu arada kartoshkamizni ham qovurishga tashladik yog'imizga. Ko'rib turganingiz kabi kartoshkalarimiz ham chiroyli bo'lib qovurilyapti, garnir kartoshkalarimiz. Yana ikkinchi skоворodkani ham hozir qovurish uchun, baqlajon qovurish uchun qo'yib qo'ydik. Endi tuxumlarimizni atalab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb mana tuxumlarimizni chaqib olamiz. Baqlajonlarni solib tuxumga berib olish uchun qulayroq bo'lgan chuqurchoq mana shunaqa idishchani mo'ljallasak yaxshiroq bo'ladi. Hozircha 3 dona chaqamiz. Tabga ko'ra bunga tuz solib olamiz. Atalab olamiz yaxshilab. Xohlasangiz kraxmalga belab pishirsangiz ham bo'ladi. Men kraxmal ishlatmayman. Tuxumni o'zi bilan qilyapman. Yaxshilab atalab oldik. Baqlajonlarimizni endi buni belab olgan tuxumlarimizga solib, qizib turgan yog'imizga tashlaymiz. Hammasini shu tarzda pishirib olamiz. Ikki tomonini ham qizartirib yaxshilab olamiz. Bu arada kartoshkalarimiz ham chiroyli bo'lib qovurilyapti. Bu arada baqlajonlarimiz qizarguncha orada mana shu pomidorlarimizni postini artib olamiz yaxshilab. Sousimiz uchun bu. Xohlasangiz posti bilan qilsangiz ham bo'ladi. Endi qo'pol bo'lib ketmasin deb postini archib tashlaysiz yana ham yaxshi bo'ladi. Pomidorlarimiz hammasini mana shunaqa postini artib olamiz. Baqlajonlarimiz orada
skortkamizdan qovurib, bu yerda souslarni ham tayyorlab olamiz. Kartoshkamizni bu orada pishirib, qovurib oldik skorotkada. Tabga ko'ra ukrop, ko'katini to'g'rab oldim va chesnokni maydalab to'g'raymiz. Ko'rib turganingiz kabi. Xohlasangiz qirg'ichdan o'tkazsangiz ham yo chesnok pressidan o'tkazsangiz ham bo'ladi. Pichoqda maydalab to'g'rayapman. Mana shu tarzda maydalab to'g'rab olamiz. Aytib o'tganimdek, chesnokni yaxshi ko'rishingizga qarab, kam-ko'p solish ixtiyoringizda. Pomidorlarimizni ham hammasini postini shirib oldik. Hozir buni ham bir donasini to'g'raymiz. Bir donasi bu kartoshka sousimiz uchun yetarli bo'ladi. Buni ham xohlasangiz 4 ga o'tkazsangiz bo'ladi. Lekin buni mayda kubik qilib to'g'rasak, ozgina ko'rinib, ishtaha ochar bo'lib, chiroyli bo'lib turadi. Ana endi buni qovurib olgan kartoshkamizni, mana kartoshkamizni qovurib olganmiz. Bunga hali tuz berganimiz yo'q. Endi buni tabga ko'ra ozgina tuz beramiz. Va tayyorlab olgan chesnok, pomidor, ukroplarimizni solamiz. Aralashtirib qo'yamiz yaxshilab. Baqlajonlarimiz tayyor bo'lgunga qadar chesnok, zelen, pomidorlarni tuzli mazasi o'tib, juda ham yeyishli bo'lib turadi. Buni ham chetga olib turamiz. Chesnoklarimizni issig'ida solsak, kartoshkani skortkadan olgan zog'atimiz, chesnoklarning mazasi juda ham kartoshkaga yaxshi o'tadi. Chetga olib turamiz endi. Mana endi bu baqlajonli sousimiz uchun, baqlajonga qo'shib o'rashimiz uchun yana pomidorlarimizni qolganini quribdi ham keragini olib qoldik. Hammasini chesnok, pomidor qilib maydalab to'g'rab olamiz. Bodringni ham. Hammasini shu tarzda to'g'raymiz. Idishimizga alohida solib olamiz. Pomidorlarimizni mana maydalab qo'lda to'g'rab oldik. Endi bodringni ham xuddi shunaqa maydalab to'g'rab olamiz. Xohlasangiz, aytib o'tganimdek, qirg'ichdan o'tkazsangiz bo'ladi. Men qo'lda to'g'rashni ma'qul ko'rdim. Qo'lda to'g'raymiz. Xuddi mana shunaqa qilib, mana mayda qilib to'g'rab olamiz. Xuddi shu tarzda maydalab to'g'rab olamiz. Bodringimizni to'g'rab oldik. Endi sirimizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Tabga ko'ra sirlarimizni mana shunaqa qilib qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Ko'p qo'shish o'yingizga bog'liq. Agar yoqtirmaydigan bo'lsangiz, qo'shmasangiz ham bo'laveradi. Sir bo'lishi shart emas. Buni ham mana shu massamizga solamiz endi qilib olgan sirimizni ham. Hali bu sousimiz uchun biz tuz berganimiz yo'q. Tabga ko'ra ozgina tuz beramiz. Va albatta bunga mayonez 2-3 qoshiq mo'ljallab mayonez solamiz. Buni endi aralashtirib olamiz yaxshilab. Buni chesnok, pomidor, bodringlari bilan juda ham yaxshi sous bo'ladi.
Mayonezimiz ozgina kamlik qildi, yana qo'shib olamiz. Baqlajonlarimizni qovurib oldik. Endi buni o'rashni boshlaymiz. Tayyorlab olgan sousimizni ham xuddi shu tarzda solib chiqamiz. Qovurib olgan baqlajonlarimiz ichiga. Buni suvlari chiqib juda ham zo'r bo'ladi. Mana shunaqa tarzda o'rab chiqamiz. Hamma baqlajonlarimizni mana shunaqa sous qilsangiz, agar to'g'rashga erinadigan bo'lsangiz, katta parraklab to'g'rasangiz ham bo'ladi pomidorlarni. Parrak-parrak qilib to'g'rab o'rab chiqsangiz ham bo'ladi. Mana shu tarzda o'rab chiqamiz hammasini. Taomlarimiz tayyor bo'ldi. Mana xudo xolasa, endi chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Qovurib olgan kartoshkalarimizni qo'yib olamiz shu tarzda. Oilangiz uchun chiroyli qilib bezatib, ishtaha ochar qilib dasturxonga tortishingiz mumkin. Kartoshkalarimizni qo'yib oldik, chekkasiga chiroyli qilib o'rab olgan baqlajonlarimizni qo'yib chiqamiz. Ovqatlarimizni joylashtirib oldik. Yarmini yana endi bu tegiga chiqqan o'zining sokini, sousini kartoshkamiz ustidan quyib chiqamiz. Juda ham yana ham mazali bo'ladi. Taomlarimiz tayyor bo'ldi. Mana dasturxonga tortishga, hammaga yoqimli ishtaha. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Ma'lumot o'rnida men boyagina 6 ta tuxum ko'rsatdim. Bu umumiy 5 ta baqlajonga 3 ta tuxum ishlatdim. 3 tasi ortib qoldi. 3 ta tuxum yetarli bo'ldi 5 ta baqlajonga. Sog' salomat bo'linglar. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Souslari bilan juda ham mazali bo'ladi. Kommentariyada izohlarni kutib qolamiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.